Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsligining 33-mavzusi Salafkiylar davlati va Yunon Baxtira podsholigi tarixi bilan tanishamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan 33-mavzu Salafkiylar davlati va Yunon Baxtira podsholigi tarixi bilan batafsil tanishib chiqamiz. Dastlab Salafkiylar davlati tarixiga nazar tashlasak. Ushbu davlat miloddan avvalgi 323-yilda Makedoniya Aleksandr vafotidan so'ng uning davlati 3 qismga bo'linadi. Makedoniya, Misr, Suriya. Aynan Suriya biz o'rganayotgan Salafkiylar davlatidir. Ushbu davlat uzoq davom etgan urushlardan so'ng 312-yilda Aleksandrning buyuk sarkardalaridan biri Salavik hukmron bo'lishi bilan ushbu davlat tarixi boshlanadi. Salavik davlatiga Mesopotamiya, Eron, Parfiya, Baxtriya, So'g'diyona, Marg'ona hududlarini qo'shib olgan. Salavik o'z davlat tarkibiga kirgan O'rta Osiyo hududlarini satrapliklarga bo'lib boshqargan. Ularning har birida satrap hukmronlik qilgan. Bundan tashqari ularda strateg degan lavozim ham joriy qilingan bo'lib, u davlat mudofaasi va qo'shinni tashkil etish bilan shug'ullangan. Salavikning o'g'li Antiox bir vaqtlar sharqiy viloyatlar, ya'ni Parfiya, Marg'ona, Baxtira, So'g'diyona noibi lavozimida faoliyat yuritgan. Otasi o'limidan so'ng u 20 yil davomida ushbu yirik davlatni, ya'ni Salafkiylar davlatini idora qilgan. Salafkiylar hukmronligi davrida O'rta Osiyodagi So'g'diyona, Baxtira, Marg'ona kabi davlatlarda tinch hayot sharoiti yaratildi. Savdo-sotiq, dehqonchilik, hunarmandchilik rivojlandi. Ushbu hududda joylashgan Baxtira, Marokanda, Marg'ona, Antioxiyasi, ya'ni hozirgi Mar shahri, Termiz kabi shaharlar shahar va madaniyat markazlari sifatida yuksaldi. Yunonlar hujumidan so'ng O'rta Osiyoda boshlangan davr antik davr deb nom oldi tarixda. Aynan ushbu davrdan boshlab Sharq va G'arb madaniyatlari bir-birlari bilan uyg'unlasha boshladi. Shu davrda Baxtriyada Yunon yozuvi, Yunon og'irlik o'lchov birliklari, pul munosabatlari, hunarmandchilik va san'at buyumlari keng tarqaldi. O'z navbatda Yunonlar ham Baxtiraning binokorlik va hunarmandchilik an'analarini o'zlashtirib olishdi. Bu biz o'rganmoqchi bo'lgan Salafkiylar davlati haqida qisqacha ma'lumotlar edi. Kelinglar sizlar bilan Yunon Baxtira davlati tarixini ko'rib chiqamiz. Miloddan avvalgi 250-yilda Salafkiylar davlatdan ikkita davlat ajralib chiqdi. Ulardan birinchisi Yunon Baxtira podsholigi, ikkinchisi esa Parfiya podsholigi bo'ldi. Ya'ni bir yilda ikkita yangi davlat va ular aynan Salafkiylar davlati tarkibidan ajralib chiqqan davlatlar. Salafkiylar davlatining asoschisi tarixchilar tomonidan Diodot deya e'tirof etiladi. Ushbu davlat tarkibiga Baxtiradan tashqari So'g'diyona va Marg'ona hududlari kiradi. Ushbu davlatda tarixiy manbalarda 3 ta hukmdorning nomi tilga olinadi. Birinchisi Diodot ushbu davlatga asos solgan hukmdor sifatida tarixga kirgan bo'lsa, uning vorisi Yeftidim tarixda hech qanday iz qoldirmagan hukmdor sifatida belgilanadi. Demetriy degan hukmdor esa mamlakatning eng katta sarhadlarga kengaytirgan hukmdor sifatida tarixga kirgan. Parfiya davlati hukmdori Mitridat bir davrda aynan Yunon Baxtira bilan ikki davlat o'rtasida doimiy urushlar bo'lib kelgan. Va mana shunday to'qnashuvlarda Parfiyaning qo'li doimiy baland kelgan. Bu Yunon Baxtirada tinimsiz urushlar uning zaiflashuviga sabab bo'lgan. Va ushbu yurtga bostirib kelgan Yuchje qabilalari taxminan 140-130-yillarda Yunon Baxtira davlatiga tarixiga nuqta qo'ygan. Bu Yunon Baxtira davlati bor yo'g'i 120 yilgina umr ko'rgan. Shunday bo'lsa-da, ushbu davrda san'at, madaniyat, dehqonchilik, hunarmandchilik sohalari yuksak darajada rivojlangan. Bu Yunon Baxtira davlati tarixida qisqacha ma'lumotlar edi. Biz siz bilan ikkita davlat tarixini batafsil o'rgandik. Keyingi mavzuda uchrashguncha, xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.